barchalarga assalomu alaykum. Yana bir bor xayrli kech sochlarim. O'qishdan kelyapman. Ismim Maftuna. Oriflame kompaniyasida Xudo xohlasa уже 4-yil ketadi. 4-yildan oshdi. Bu kompaniya orqali juda ham ko'p yutuqlarga erishganman. Qisqacha asosan men juda ham ko'p informatsiya bermoqchiman. Yuz parvarishi haqida va sotuv продажалari haqida qizlar. Qisqacha o'zim haqimda bu kompaniyada erishgan yutuqlarim juda ham ko'p. 4 tadan oshiq davlatga sayohat qilib keldim. Onamlarni sayohatga jo'natdim. Starshi zolotagacha zvaniyalarni yopganman. Premiyalarni olganman. Juda ham ko'p meropриятияларда qatnashganman. Allohga shukr, bu kompaniya bilan oddiy bir uy bekasi bo'lib kelib, hozirgacha biznes ledi bo'lib shakllanib, rivojlanib, juda ham chiroyli yutuqlarga erishib kelyapman va bu yili talaba bo'lish orzularimdan biri edi va bu yili Allohga shukrki, talabaman. Nocной smenada o'qiyman. Hozir kelishim bilan efirda yo'qdim. Hozirgi yo'nalishim Kattaqo'rg'on davlat universiteti psixologiya yo'nalishida. Demak, bu biznes bilan birgalikda o'qish, ish, birgalikda olib ketishga harakat qilib, hozirgi paytda juda ham yaxshi natijalarimiz yomon emas. Ko'plar aytadi, oxirgi paytlar kam ko'rinyapsiz deb, chunki menda hozirlar o'qish, yangi atmosferalarga moslashish bo'ladi, bilasizlar. Lekin bu mana Oriflame biznesim har doim o'zini joyida, o'zini o'rnida, komanda bilan продажалар, xaridlar hammasi juda ham chiroyli bo'lib boryapti. Faqatgina sal faolligim yo'q, lekin продажа, sotish bo'yicha har doim raspakovkalar, har doim o'sha kerakli informatsiyalar har doim menda bor. Xo'sh, demak, bu o'zim haqimda qisqacha. Endi kelinglar yuz parvarishi haqida. Qizlar, qishda juda ham muhim yuzimizga to'g'ri parvarish qilish boshqa fasllarga qaraganda. Nima uchun aynan qishda? Chunki qish fasli yuzimizdagi namlikni tez shimib oladi, tez chiqarib yuboradi. Yuzimiz nam bo'lishi muhim. Nima uchun tez namlikni yo'qotadi? Chunki bilasizlar, bizda quruq havo, sovuq havo, shamol va hozirgi paytda juda ham endi O'zbekistonda chotki bir normal muammolardan biri havo ifloslangani. Va bularni barchasi bizani yuzimizni baryerini zararlaydi, ya'ni himoya qatlamini. Va shuning uchun biz qishda boshqa fasllarga qaraganda juda ham chiroyli, juda ham muhim ovqatlar bilan to'g'ri parvarish qilishimiz muhim. Demak, bugun biz mana shu qishda yuzimizni qanaqa parvarish qilamiz, nimalar ishlatamiz, qanaqa kislotlar qo'shsak bo'ladi, qanaqa дополнительный сыворотkalar qo'shsak bo'ladi, mana shularni ketma-ket yuzni tipiga qarab, turiga qarab tushuntirib o'taman. Demak, aytib o'tganimizdek, qishda namlik kam bo'lgani uchun, namlik bo'lgani bilan sovuq havo, quruq havo, shamol bo'lgani uchun bizdagi yuzimizdagi himoya qatlamini zararlaydi va xonalarga e'tibor bo'linglar. Xonalardagi quruq havo ham xuddi shunaqa terimizni qurushtirib yuboradi va o'sha terini ustki qatlami zararlanadi, shikastlanadi. Yuzimizni baryeri shikastlangandan keyin qizlar infeksiya tez tushadi, shamollash ham, yuzda qizarishlar ham bo'ladi. Yuzda har xil infeksiyadan keyin toshmalar toshadi, ajinlar tushadi. Eng birinchi narsa bu quruq yuzga barcha muammolar tez ta'sir qiladi. Yuz qurishgandan keyin, yuz qurishib baryer zararlangandan keyin, demak, har bir narsa sizni yuzingizga tegaveradi. Va shuning uchun bizga muhimki, yuzni to'g'ri himoya qilish, parvarish qilish, to'g'ri qishda to'g'ri kremlardan foydalanish. Demak, yuz parvarishi qizlar birinchi ochlikda bu yuzni to'g'ri tozalashdan boshlanadi. Demak, qishda qanaqa yuz tozalovchilardan foydalanganimiz ko'proq muhim.
Ovoz yaxshi, hammasi joyida. Nima bo'lsa yozib qo'yinglar, что men nima qilib turay, svязda turaylar. Demak, qishda qanaqa mahsulotlardan ishlatganimiz mumkin? Qishda kuchli gel umyvalkalar, chuqur tozalovchi skrablar, juda ham qattiq gubkalar yuzga mumkin emas, qizlar. Iloji boricha qishda yengilroq gel penkalar bilasizlar, kremoviy bo'ladi va suvda tez eriydi. Undan tashqari Молочко suvga birlashganda yumshoq tekstura tashkil qiladi va yuzni o'sha baryeriga zarar yetkazmasdan tozalaydi. Undan tashqari hozirda maslinli gel penkalar chiqqan. Bizada Vantni tozalovchisi bor, xuddi shunaqa maslinli gel penka, ya'ni yumshoq, juda ham yumshoq tozalaydi. Именно mana shu Vantni penkasi eng ta'sirchan, чувствительный ko'jalarga ham to'g'ri tushadi. Yuz terilari bor, allergiyaga moyil, juda ham ta'sirchan, juda ham har narsada qizarib, ta'siri kuchayib ketaveradi. Demak, bularga eng birinchi ochlikda siz to'g'ri gel penka berishdan boshlashingiz kerak. Demak, mana shunaqangi gel penkalar eng ta'sirchan yuzlarga to'g'ri tushadi va qish mavsumida chuqur tozalash emas, yengil tozalovchi mahsulotlarga urg'u berishimiz kerak penkalarga. Optimalsni kremoviy penkasi skidkada juda ham zo'r. Mana shuni men uchirib o'zim ham ishlataman, yuzim quruq bo'lgani uchun zo'r. Gidrofilniy masla qishda juda ham zo'r to'g'ri keladi. Bizda gidrofilniy masla, buni ham tavsiya qilsanglar bo'ladi. Yengil tozalaydi va yuz baryeriga zarar yetkazmaydi. Demak, yuzni to'g'ri tozalab oldik. Yuzni to'g'ri tozalab olganimizdan keyin, demak, kunduzgi parvarish. Kunduzgi parvarishda biza har doim ko'chaga 20 minut, 30 minut chiqishdan oldin sivırtkalarni sutib olishimiz kerak. Sivırtka o'ziga xos himoya mexanizmiga ega va biza qilayotgan parvarishni natijasini 2 barobar ko'tarib, kuchaytirib beradi va teri qatlamimizga chuqurroq o'sha kremni effektini olib kirib beradi. Shu uchun yuzimizga serumlar ishlatishimiz juda ham muhim. Ayni qishda. Lekin qishda ko'chaga chiqishdan oldin parvarishni qilish mumkin emas. Kamida yarim soat oldin ko'chada chiqishdan, ya'ni qor bo'ladi, sovuq bo'ladi, yarim soat oldin kunduzgi parvarishlaringizni qilib olishingiz kerak. Chunki yuz sovqotib, o'sha qizil yuzimizni nimachalari, limfa tomirchalari sezilarli ko'rinib qolishi mumkin, ozgina treshinalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun yarim soat oldin yuzimizni uhot qilib olib, keyin ko'chaga chiqishimiz kerak. Demak, sivırtkadan keyin albatta ko'z atrofi uchun krem, o'zini kremini surtib olamiz. Ko'z atrofimiz teri qatlamimizdan 7 barobar yupqa bo'lgani uchun yupqagina qilib krem ko'z vokruг глаз barchaga kerak. 20 yoshdan oshdimi, demak vokruг глаз hammaga birdek kerakli mahsulot. Ko'z atrofimizga yengil kremni surtib olamiz va kunduzgi kremlarimiz ham насыщенный kremlar bo'lishi muhim. Ya'ni teksturasi ko'proq nima? O'zbekchada to'yingan, Optimalsda to'yingan tekstura deb yozib chiqadi. Va to'yingan tekstura, ya'ni ular plotniyroq yotadi, chuqurroq, ya'ni qalinroq. Demak, qishda biza chem yupqaroq teksturadan ko'ra plotniyroq teksturalarni tanlashimiz kerak. Yozda tezroq yeyilishini, tezroq so'rilishini, tezroq yuzimizda hech narsa bo'lmasligini xohlaymiz. Qishda salgina o'zimiz issiq kiyinganimiz kabi yuzimizda ham xuddi shunaqa himoya mexanizmini yaratib olishimiz kerak. Demak, kunduzgi kremni ham albatta tarkibida SPF bo'lishi muhim, juda ham muhim. Agarda sizda kunduzgi krem optimalslar bo'ladigan bo'lsa, albatta ustidan SPF surtishingiz muhim. Agarda ko'p kremlarim olmadim, agarda sizda
Novechni SPF bo'lsa, tarkibida 30 SPF bor. Bu juda ham foydali. Ya'ni SPFlar qishda ham muhim. Qizlar, shunaqa gaplar borki, faqatgina SPFlar quyosh nuridan saqlaydi. Qizlar, faqatgina yozda ishlatish kerak degan narsani bizani ongimizdan, fikrimizdan olib tashlashimiz kerak-da. Chunki SPFlar yil 12 oy bizga kerakli bo'ladigan bu bir mana yuzimizni qanchalik yuvishimiz muhim kabi SPF ham bizga har kuni uxotimizga, kunduzi ko'chaga chiqadigan uxotimizga shunchalik muhim, zarur. SPF himoya mexanizmi kuchli. SPF nafaqat quyosh nurlaridan, balki ultrabinafsha nurlaridan bizani yuzimizni himoya qiladi. Ultrabinafsha nurlari qishda qorga tushganda 80% qor qaytaradi. Ultrabinafsha nurlari. Ultrabinafsha nurlari oynadan, shishadan o'tishi, changdan o'tishi juda ham kuchli. Shuning uchun biza qishda ham ultrabinafsha nurlaridan kremlarimni olib chiqmadim, bir ikkita narsa ko'rsataman. SPF ustida UV yoziladi. UV SPFlarning tagida. Ikki xil nimasi bor. Imенно mana shu UVsi bu ultrabinafsha nurlaridan himoya. Shu bizani SPFlarimizda bu bor tarkibida, qizlar. Qishda SPFlar tushadi, 50-30 SPF krem, kunduzgi kremlarning ustidan обязательно ko'chaga chiqishdan oldin foydalanish kerak. Agarda sizda Novech SPF Novech kunduzgi kremi bo'lsa, Novech kunduzgi kremini tarkibida SPF bor. Yuzimizni shunaqangi namlantiramiz. Undan tashqari qishda yuzimizga toner va toniklar juda ham muhim. Ayniqsa toner va toniklar bizani yuzimizni namlantirib beradi, qizlar. Shu paytgacha ko'plar bilmaydi, ko'plar ishlatmagan yoki-da qanaqa tavsiya qilishni bilmaydi-da tonerlarni. Men ayniqsa ajin bilaman, zo'r sekretim. Mamnaqa o'sha menga yuz tashlaydilar, men yuz gaplashib turib, masalan, o'sha yuzdagi muammosi, yuzning tipini so'ragandan keyin men xohishlariga qarab, men narsalarni ayirib terib beraman, yuziga moslab. Bo'ladi shunaqa vaziyat, Novech tavsiya qiladigan insoningiz bo'ladi. Bo'ladi shunaqa vaziyat sal pastroq. Mana shu paytda men kombinatsiya qilib beramanki, shu bir-birini ketma-ketligini to'ldiradi va o'sha klientim 100% natija oladi. Shu uchun menda bilasizlarmi qanaqa? Klientovoy bazam hammasi mamlakat ishonchli insonlar, ya'ni ular menga prям emotsiya olgani uchun, natija olgani uchun meni atrofimda yillar davomida shunaqangi klientlarim, sotuv prodajaga kelgan paytim hali aytib beraman, temadan chiqmaylik. Va toner va tonik yuzimizni bizlarga chuqurroq yana namlantirib berishi nima qilib beradi, mustahkamlab beradi. Menda optimalsi mana shunaqangi toneri bor, qizlar. Bilasizlarmi, bu qanaqa zo'r narsa. Prям шикарный. Mana yulduzlarni bilasizlar, yuzlari yaldirab turadi-da, естественный. Ular ko'proq nima ishlatadi o'ylaysizlar? Ular ko'proq yuzini to'g'ri tozalaydi-da va toner ishlatadi. Gidrofilkadan keyin ham yuz shunaqa yaldiraydi va albatta tonerdan keyin ham yuzda yaldirash, tiniqish, chuqur namlanish bo'ladi. Yuz doim namlanib yurgan insonda har doim sog'lom baryer bo'ladi-da, yuzda o'sha sog'lomlik bo'ladi. Sog'lom yuzda xirater yoki-da chuqur bo'lib ketgan ajinlar yoki-da grubi ugrilar yoki-da grubi mamlaqa dog'lar bo'lmaydi, qizlar. Chunki u to'g'ri parvarish qilgan sog'lom bo'lishi mumkin-da, oyda qanaqadir kichkina problema chaladi, ularni решать qilsa bo'ladi, tezroq yechim topsa bo'ladi. Lekin dog' bilan ajin bu уже muammoni kattasi. Yechimi ham shu kerak. Men shu uchun sizlarga zo'r sekret, har bitta ajinga qarshi ishlayotgan, har bir insonimga men tonerni tavsiya qilaman. Bilasizlarmi, bu toner tarkibida 5 xil aktivi bor. Plus pantenoli bor. Pantenol shunaqangi zo'r narsaki, yuzingizni tinchlantirib beradi.
prям tashqaridan keldingiz, yokida o'sha ertalab yuvdingiz, ertalab stress bo'ladimi, ertalab nonitda turgan bo'lasizmi, yokida havodanmi, yoki ko'chadan kelgan paytda makiyajlarni yechganda yuz ta'sirchan bo'ladi. SPF olgan, u tonalkalarni olgan, u har xil dekorativnilar ishlatilgan. По-любому ko'chadan mikro zarralarni ko'chadan o'zi bilan ko'tarib kelyapti va shu bilan birga yuz ta'sirchan bo'lgan bo'ladi. Yuzni tozalangandan keyin biza toner ishlatib olishimiz kerak. Pantenol bu tinchlantiradi, oziqlantiradi va limfa tomirchalarini, yuzdagilarni, mana shularni, yuzdagi shamollashlarni lecheniya qilib beradi. Va yuzini allergiyasi borlarga, yuzini tergandan keyin toshmalar toshadiganlarga mana shu narsani tavsiya beringlar, qizlar. Men buni skidka paytida tushira olaman va prям chotko tavsiya qilib beraman. Tarkibini o'qib, hamma yuziga tushgani uchun bera olaman. Yana buni ishlatilishi ko'plar vatni diska olib artadi. Bu gustoy juda ham. Va men buni gel qilib yuzimga quyib surtaman. Bilasizlarmi, endi zo'r sekret. Men o'zim qilgan praktikalarimdan da B3, B5 vitaminlari bor da, tarkibi zo'r buni. Maza qilasizlar. Vitaminlar. Tonerda bir qavat surtdingizmi? Bir qavat qotirib olaman da, ikkinchi qavat yana surtaman. Prям yuzinglar bilasizlarmi qanaqa shishadek turadi, shishadek yaldiraydi-da. Shunaqa zo'r narsa bu. Tavsiya beraman. Kremdan oldin, kunduzgi kremdan oldin. Va kechqurun ham ishlatsangiz, kechqurun mana bunaqa qilib rejim qilib olasizlar, nima aktiv qo'shasiz, bugun nima sivrtka qo'shasiz. Agarda bugun просто так такой filosofiyadan badla agarda yuzingizda bo'lsa, demak badlarni tagidan yengilgina toner ishlatsangiz bo'ladi. No, kislotlar bo'lgan paytda kechqurunda o'sha toner shart emas. Kechqurun kunduzi himoyada ishlatsangiz bo'ladi. Bu hozir aytib o'tganlarim barchasi kunduzgi parvarish edi. Demak, kunduzgi parvarishlarni qilib oldik. Chatda yozib turinglar, qizlar, qanaqa, yoqyaptimi informatsiyalar, ovozlar zo'rmi? Demak, kunduzgi parvarish. Dan keyin kechki parvarish. Kechqurun albatta kelganimizdan keyin yuzimizni tozalashimiz muhim, qizlar. Kechki paytda eng chuqur o'sha gidrofilkadan ishlatishimiz shart. Gidrofilli masla yokida o'sha yengilroq qish mavsumiga yengilroq gel penkalarni tavsiya qildim. Demak, kechki paytda gidrofilli masla yuzga juda ham zo'r tushadi. Gidrofilli masla eng stoyki makiyajni, SPF bor, tarkibida SPF bor, kremlarni ham, to'liq SPFlarni ham, vodostoyki makiyajlarni ham tagidan eritib chiqarib beradi. Bizning yuzimiz ko'rinmaydi, lekin ko'zimizga ko'rinmaydi, lekin bizning yuzimizni poralarini o'sha gidrofilkadan boshqa gel penkasi chiqarib berishga qiynaladi. Shu bilan birga va sizlarga narsalarim turibdi. Optimasda bilasizlarmi, ikki xil suv nimasi bor, michelarkasi bor, ko'k, oq, maslali. Вот, mana shu eng zo'r nima bizada michelarka. Ya'ni u ko'zlarni michelarkani artishda ham qizlar, yuzingizni mana kechqurungi parvarish-ku, shuni ham aytib o'tay, siz klientingizga shu tushuntirayotgan paytda men oddiy shunaqa qilib tushuntirib beraman-da, oddiy shtobi avaylab da ko'zlarni artishda ham vatni diska olib, takoy yengil ko'zda ishqalash mumkin emas. Ko'zda даже вот qo'limiz bilan krem surtishmasmi, nomsiz barmoq bilan tegizib qo'yamiz, takoy yumshoqqina qilib. Yuzni artayotgan paytda ham, ko'zni artayotgan paytda ham xuddi shunaqa vatni diskaga olib, yengilgina artib olamiz. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Именно o'sha masla ko'zdagi даже vodostoyki toshlarni ham chotga ichib beradi. SPFlarni ham zo'r ichib beradi. Mitlarni vodaga yuzimizni artamiz va undan keyin gel penkada yuvamiz. Ketma-ketligini ko'plarda bilmasligi mumkin. Yuz yuvgandan keyin yuzlarini artib oladilar. Mitlarka makiyaj yechadi. Albatta yuz yuvganingizdan keyin albatta tonerda artishingiz mumkin. Tonerda.
Toner. И tonerlarni bilasizlar, Love Nature'dagi ham bor. Yashil, ko'k, sariq, ular ham tonerlar. Ularni ham yuz yuvilgandan keyin yuzga surtib olish mumkin. Bular tonerlarga kiradi, namlantiruvchilar. Demak, yuzimizni yuvib oldik. Kechki parvarish. Kechki parvarish bilasizlarmi? O'zinglarga qanaqa prям bir relaks darajada olib chiqib olishinglar kerakki, что plan bo'lishi kerak. Bugun men buni ishlataman, bugun men bunaqa qilaman degan sizlarda plan bo'lishi kerak yuzingizlarga. Kelsa mana shu kechki parvarishga 2 minut vaqtinglar ketadi-da. Lekin u sizga birinchi ochlikda mazzani berish kerak. Mazzani, bu massajlar qilib, kremlarni surtib, bir oynaga qaraganingizda shunaqa dam olishingiz kerak. Kechki uxot asosiysi. Demak, men aytib o'tamanki, nima uchun men bir dona kremni hech qachon hech kimga sotmaganman. Даже bugun bir klientim mamlaqa men nabor beraman, tarkibida retinol qo'shib berdim. Retinoldan keyin sivırtkani ham qo'shamiz dedim, kunduzi krem takoy. И ular aytyaptilar-yu, men bu bor. Men buni ishlatsam bo'ladimi yoki-da bitta o'zini olsam bo'ladimi degan paytlari men kategorически men sotsam bo'lardi. 3 ta narsani sotsam bo'lardi. Men aytdim, keling, hozir mana qilamiz. Mayli, hozir sharoitingiz yo'qdir. Men sizga to'liq lecheniya bermoqchiman. Siz natija so'rab keldingiz menga, men sizga to'liq lecheniya bermoqchiman. Hozir qo'lingizdagi borini ishlatib oling. O'zingiz xohlagandek ham qiling, lekin menda kelgan paytingizda mendan lecheniya, siz natija olishni xohlasangiz, men mana shularni tavsiya beraman. Albatta, bu sizning xohishingiz. Vrachga borganingizda, masalan, sizda o'sha kuchli shamollash borda, sizga vrach целый bir nima yozib berdi. Retsept yozib berdi-da. Retsept yozib bergandan keyin, bilasizlar, bir-birini to'ldiradi, bir-birini kini oladi. Lekin biz retseptdan boshqa ukollarni olmaymiz, to'g'rimi? Men shunaqa qilib tushuntirdim. Nima uchun o'sha vrach berganga raz menga katta muammo bilan kelyaptilar? Lifting tushgan, ajinlar chuqurlashgan, yuz charchagan holatda, uxot qilinmagan ancha paytda, tем более hozir qish kelyapti, ves yo'qotganlar yuzlar osilib qolgan. Noto'g'ri ves yo'qotganda ham xuddi shunaqa natija oladi. Ves temasiga men chiroyli sizlarga biror kun prezentatsiya dars o'tib beraman. Chunki ves temasida wellnesslar bilan 11 kilo vesni men o'zim tashlaganman. Qanaqa qilib to'g'ri olib borish, qachon probiotik ichiladi, qachon protein ichiladi, qachon kokteyl ichiladi, qachon omega, qachon B6 soch uchun vitaminlarda, bular haqida, chunki men o'zim prinemat qilib kelaman, bular haqida juda ham katta vaqt ketadi, katta informatsiya bera olaman. Noto'g'ri ozgan evaziga lifting tushgan. Bu degani lifting yuz terisini mana qilib ushlab ko'ringlar, mana terilar ushlanadi. Demak, teri ushlanib tortilyaptimi? Demak, sizda o'sha yuz tonuslari tushgan, lifting yo'q, mana bu yer tushib qoladi, bilasizlar? Mana bu yer tushib qoladi. Mana shularni tushib, o'sha muammo bilan kelganlarmi, men ularga bir dona retinol sivırtka bera olmayman. Lutchi o'shalaringizni ishlatib oling, keyin men sizga to'liq kompleks qilib bera olaman davolash uchun deb maslahat berdim. Yo, o'sha nabor men aytgan hamma narsani olish bilan kelishdik. Demoqchi bo'lganim, nima uchun men bir dona krem bilan yechim beraman deb katta gapira olmayman. Chunki agarda sizga prosta yuzim qurishadi, klientlar bilan munosabatda agarda sizda prosta yuzim qurishadi yoki menga prosta SPF kerak degan paytda berishingiz mumkin. Lekin dog' bilan chuqur ajinlarga kelgan paytda sizlar o'sha sotaman mayli harna deb o'sha bir dona kremingizni bermang. Bu meni yillar davomida qilib kelgan texnika. Hech qachon men bir dona krem sotmayman. Ishoninglar, bir dona krem sotmayman. Sotaman qachonki o'sha naborimni, men bu kunduzgisi tugadigan payti nima qilib beraman, zakaz qilaman, beraman. Lekin krem olyaptimi? Yuvadiganingiz bormi? Kechkingiz bormi? Uxotingiz bormi? O'sha ketdi bu yog'i zanjir. Nima uchun kunduzgi krem himoya? Men ko'proq eshitgan bo'lsanglar darsni, kunduzgi kremga ko'proq himoyaga urg'u berdim. Yuzimizni parvarish,
yengil yuvolamiz, sivurtka surtamiz, toner surtamiz, насыщенный krem surtamiz himoya uchun, to'yingan tekstura va albatta ustidan SPF. Kunduzgi kremga ko'proq men urg'u berdim himoyaga. Demak, kunduzi biza himoyani chotki qilishimiz kerak. Kechki uxot bu parvarish. Kunduzi himoya, kechqurun parvarish. Shu uchun har bir naborimiz bir-birini to'ldiruvchi texnologiyalar orqali ishlangan. Nima uchun dnevnoy, nochnoy? Nima uchun sivurtka вокруг глаз? Вот. Nima uchun bizaga nimalar дополнительный slotlar chiqaradi? Bularni har birini o'z vazifasi bor va bularni har biri bir-birini to'ldiradi. Именно bu texnologiya bir-birinikini to'ldirib ketadi. Shu uchun kunduzi krem sizga kechqurun parvarish qilib beradigan effektni bermaydi. Shu uchun nochnoy krem albatta ishlatishimiz muhim. Kunduzi himoya qilib olamizda, kechqurun parvarish qilamiz. Demak, kechki parvarish bu prям o'zlaringizga как relaks terapiya olasizlar-ku. Internetlarda ko'rasizlar-da, spalarda yotib, такой massajlar qiladi, prям emotsiya oladi, relaks oladi-da, qanaqadir ongiga yoquvchi bir terapiyalar oladi. Xuddi shunaqa siz o'zingizga kechki parvarishni mana shu relaks darajasiga yetkazsangiz, sizda ishoning bir oyda ichida yuzingizda shunaqangi chiroyli effekt beradi, shunaqangi chiroyli yotadi. Nafaqat kremlarni surtib, balki yuzda har xil gimnastik mashqlari bor. Kremlarni surtgandan keyin mashq qilib, erinaman deganlarga ham men даже klientlarimga aytaman, mana shu kremni deyman, shu divanni oldiga qo'yib qo'ying, tumbayingizga deyman. Yotgan paytda surtasiz. Meni o'zimni lab uchun смягчающийmiz va qo'l krem meni tumbam chamma ustiga turadi, чтобы yotgan paytda albatta labga qo'lga surtaman. Bu ham bitta yaxshi выход. No, kechki uxot juda ham muhim bizning yuzimizga. Demak, kechqurungi uxotlarga nimalar qo'shsak bo'ladi? Yuzni to'g'ri tozalab keldik. Kechqurun sivurtka. Demak, menda nochnoyimda nimalar bor? Menda retinol bor. O'zim ishlataman. Navesh nabori bor. Navesh naborini ko'kit, ya'ni muammoli yuzlarga naborini ishlatyapman. Dog'nikini ishlatganman va mana shu faqat ikkitasidan ishlatib kelaman. Unga qo'shimcha menda retinol bor. Retinolni уже ikkinchisi men davomiy tarzda ishlatib kelaman. Buni foydalarini aytaman. Va bizda ahab kislotasi bor, bilasizlar, bu terini zo'r yangilab beradi. Bu haqida aytaman. Va menga Velosofidan relaks eliksir bor, qizlar. Bu biologически aktivniy добавка, ya'ni wellness bizaga biozuqa bo'lsa, xuddi shunaqangi bioaktiv bizning yuzimiz uchun. Ya'ni bu yuzimizni tinchlantiradi, prям tinchlantiradi. Tashqari stressdan charchagan yuz, kun davomida mishchalarimiz qimirlaydi, gapiramiz, yeymiz, ichamiz va har bir emotsiyani biz yuzlarimiz orqali отражение qilamiz. Va mana kiyimlarimiz bo'lsa, masalan, tashqari ta'sirni chang, tutunda bizaga tanamizga kamroq kiradi, lekin selo yuzimiz oladi. Xuddi kunduzgi stresslarni biz kechki paytda yuvib va mana shunaqangi relaks uxotlarni berishimiz mumkin. Prям tinchlantiradi. Ertalab turganingizda такой сияющий кожа, yoqimli, yanada свежий, бодрый bo'lib uyg'onasiz mana shu relaksdan keyin. Undan tashqari menda Vanti mamlaqa maslasi bor, qizlar, bu masaj uchun. Va bu buni nimaga olganman? Vanti menga nimalari bor? Guashalari bor, roliklari bor. Masaj qilib, haftada bir martami o'zimni yuzimga mazza qilib guashalar bilan masaj qilaman. Erinmagan paytim 2 marta. Bu masla bilan. Masla shunaqangi zo'r qaranglar qanaqa yaldiraydi. Bu terizni ichki qatlamiga kiradi-yu. Именно One seriyasi bilasizlarmi nimasi? Naqli qanaqa? Makiyajsiz makiyaj terisi, ya'ni makiyaj qilmasangiz ham teringiz естественный yaldirab turishini xohlovchilar, mana hozir trendga chiqdi, tabiiy yaldiragan yuzlar, сияющий tabiiy yaldiragan yuzlar. Trendga chiqdi, вот именно mana shu One yuzingizni mana shunaqangi etapga olib beradi.
Vaunt oziqlantiruvchi, namlantiruvchi lineyka va именно Vaunt seriyasi bu уже yengilroq parvarish. Namlantiruvchi и mana shunaqa tabiiy yorqinlikda, tabiiy shilda terini bodri qilib olib kelib beradi. Bu Vaunt mahsulotlari. Maskalariga prямо maza qilaman qizlar. Nocnoy maskalariga Vauntga judayam menga yoqadi. Demak, menda kechda shular bor. Retinol sochga va kechda nima ishlatsak bo'ladi? Yana дополнительный SPF. Vitamin C. Qishda juda ham zo'r tushadi bu. Demak, kelinglar bularni qanaqa qilib ishlatamiz? Har biriga to'liq to'xtalib o'tirib. Demak, yuzimizni yuvaganimizdan keyin retinol. Birinchi bo'lib retinol. Retinolni birinchi yuzimizga o'rgatib olishimiz kerak. Hozirgi paytda har xil gaplarni eshitsanglar bo'ladi. Marketing asosida hamma masalan o'sha retinolni teksturasini bilmasdan retinol xavfli deb chiqadi, retinolni to'g'ri ishlatish kerak deb chiqadi, to'g'ri yo'naltirish kerak. U retinol yaxshi, bunisi retinol yaxshi. Aslida retinolni vazifasi yuzni faqatgina ajinlarini ketkazib emas, qizlar. Bu yuz terisini yangilab, terini qayta tiklab beradi. Yuzingizni qayta tiklab beradi va dog'larni ochartirish xususiyatiga ega. Terini yangilab ham beradi qizlar. Teringiz yangilab borgan sari galdirab va tonusda ko'tarish effektini beradi bu retinol. Buni haftasida 3 marta ishlatganimiz yetadi. Через день retinol juda ham muhim, juda ham важно. Hozirgi paytda men masalan nima desam, o'zim ishlatib, menda hamma videolarim, masalan, men saytlarga qo'ygan videolarim yoki storieslar, efirlar har doim men har bitta narsani menga novinka keladimi, sразу shuni ochaman, o'zim ishlataman, effektini aytaman, tarkibini aytaman, bo'ldi, ketdi, shu bilan prodaja. Shu uchun siz qachonki o'zingizda sinab ko'rib, o'zingizdagi effektni bo'lishsangiz, shunchalik katta ahamiyatga ega. Bu уже sotuv texnikasiga qarab ketyapti. Demak, retinol haftasida 3 marotaba kremi tagidan kechqurun surtiladi. Qaranglar qizlar. Keyin nima? Retinolni bu unaqa qichitmaydi, unaqa даже eng tonki juda ham ta'sirchan yuzlarga haftasida 2 marta desanglar bo'ladi, даже ularga ham allergiya bermaydi, chunki ta'sirchan yuzlarga o'zim sinab ko'rdim klientlarimda. Demak, retinolni как сыворотка surtamiz, 2 tomchi, 2 tomchi, 1 tomchi, 1 tomchi menimcha yetadi. Yengil surtib oldinglar, yengil surtib olgandan keyin men shu retinolni qotirib olaman. Где-то 20 minutga turadi retinolni. Ba'zilar ko'p sразу ustidan krem surtib ketadi. Men shuni qilmanglar, chunki chotki effekt olasizlar. O'zimda sinaganman, eksperiment. Klientlarimda ham shunaqa qilib sinab ishlatamiz. Demak, yuziga 20 minutdan keyin retinoldan keyin nочной kremni surtsanglar bo'ladi. Sivırtka shart emas deyman, chunki retinol bo'lgan paytda mana shu nочной kremi o'zi yetadi. Ba'zida уже sivırtka ishlatib o'rganganlar sivırtka ishlatsalar ham bo'ladi. Lekin men sivırtkasiz ishlataman. Bu. Va nочной kremni o'sha 20 minutdan keyin surtib, uxlatlarimizni qilib bemalol uxlasak bo'ladi. Kechqurun va ertalab retinoldan keyin yuzingizni ertalab gelda, penkada yuvilmaydi. Prosta iliq suvda yuzimizni chayib olamiz qizlar. Iliq suvda chayganimizdan keyin albatta kunduzgi uxlat plus SPF juda ham muhim. Chunki bu terimizni yangilaydi. Terimizda chuqurroq kirib, o'sha lecheniyani boshlaydi. Shuning uchun SPF surishimiz juda ham muhim. Haftada 3 marta bo'lsa, haftada 2 marta men ahabihat kislotasini tavsiya qilaman. Bu yengil tozalovchi peeling hisoblanadi. Demak, bu ajinga ishlasa, bu yuzimizni qayta tiklab beruvchi va yuzdagi poralarni, yuzdagi ugridan tagida qolgan dog'lar bo'ladi. Yokida chandiqlar bo'ladi-da, mana shu poralarni yopib beruvchi kislot hisoblanadi qizlar. Bu yengil. Buni ham haftada 2 marta ishlasa bo'ladi. Ya'ni poralari ochiq, ugridan qolgan muammolari borlarga albatta mana shuni tavsiya qilinglar. Haftasiga 2 marta ishlatganlar yuzlari juda ham zo'r bo'ladi. Ya'ni o'sha obnovit qilib beradi, yangilab beraveradi. Yengil peeling hisoblanadi bu. Buni ham kechqurun haftasida 2 marotaba ishlatiladi.
xuddi retinol surtib olasiz. Qotirganingizdan keyin nочной kremni surtasiz, kechki uxot. Kunduz albatta parvarish va plus SPF bilan ko'chaga chiqiladi. Nima uchun bular? Men hozirgi paytda ko'proq klientlarimga beraman, chunki o'sha qish bo'lgani uchun ko'proq parvarish, ko'proq himoya qilamiz. Endi bularni sal yozda ishlatish sal nimaroq, juda emas. Qishda ko'proq effekt olasiz. Demak, bular haqida gapirib o'tdim. Kechqurun relaks massaj uchun juda ham zo'r. Velosophiyadan tavsiya beraman. O'zim ishlatib ko'rganman. Tagida kamgina qolibdi. Shunaqa hidi yoqimli, shunaqa maza qilasizlar. Masla ham haftada bir marta, o'sha bo'sh bo'lgan paytingiz, qanaqadir kino ko'rib bo'lgan paytingiz, yuzingizni yengilgan tozalab, prям bo'yinlar bilan yog'ni oqirib, bir massaj qilasiz-ku. Chotki zo'r, yuzni ko'tarib, yaldiratib beradi. Va undan tashqari C vitamini. Qishda juda ham muhim C vitamini qizlar. Demak, C vitamini bizga nima beradi? C vitamini yuzimizda dog'larini ochartirib beradi va yuz terisini yangilab beradi. Mana bu yerda bir oylik lecheniya, har kuni kechqurun bir dona baliqchani o'sha ochib, sovurtkani yuzimizga qo'yib olamiz va kechki kremni surtib olamiz qizlar. C vitamini va kunduz albatta SPF bilan ko'chaga chiqamiz. Demak, qizlar, bularni har qaranglar, nima ishlatishlaringizdan qat'iy nazar, men lekin pererif qilmayman. Pererif degan narsani, masalan, men o'zim ishlatganim uchun hech qanaqangi nima demayman, lekin har bitta klientlarga biz shuni ichida proba qilib kelaveradi, hamma narsani ochib ko'raveramiz. Klientlarning ichida men kislotsiz qo'shaman va 2 oy pererifdan keyin kapsula beraman, C beraman. Demak, keling yuzingizni yaldiratamiz. Keling, mana bu yog'ini o'zgartiramiz. Naboridan tashqari. Demak, mana shunaqangi qilib tavsiya berib, naborlarini kengaytirib, naborlarini professional darajaga olib chiqsanglar bo'ladi yuz parvarishini. Dog'larga juda ham zo'r ochartirib beradi, yuz tonusini yangilab beradi. Ya'ni terini sog'lomlashtirib beruvchi C vitamini. C vitamini bilamizki, organizmimizga ham kerak, ichadigan tabletkalari bor, vitaminlar bor. Lekin bunaqangi C vitamini prям o'sha yuzimizga xuddi shunaqangi yorqinlikni beradi va dog'larni zo'r ochartirib beradi qizlar. Dog' bilan ishlayotgan klientlaringizga C vitaminini tavsiya beringlar. Masalan, dog'larni chuqur va yengilligiga qarab nabor berasizlar. Masalan, aytmoqchi, yengil dog'lari bo'lsa va orada C qo'shib beringlar. Navich olganlarida ham o'sha men aytaman, siz kuzatda bir oycha ishlating, yuzingiz mana shu to'yingan naboriga o'rgansin, men sizga keyin дополнительный сыворотkalar qo'shib beraman deyman. Ular har doim rozi bo'ladilar va ulardan xabar olib turaman. Men просто так qolib ketmaydi. Вот. Именно dog' bilan ishlayotganda vitaminlar qo'shib beringlar qizlar. Bu juda ham muhim. Yuzini yangilovchi, agarda qanaqadir muammolar aytsa yokida o'sha dog'lar bilan chuqur ishlayotganlarga C vitamini muhim. Вот. Demak, yuz parvarishida muhim haftada kamida 2 marotaba maska qilish. Chunki qish fasli bo'lgani uchun bizda namlikni oshirish va yuzni himoya qilish muhim dedik videoni boshida. Agarda videoni oxiridan qo'shilib qolganlar, efirni ko'ringlar. Odatda yuvishdan to kechki uxlashgacha olib kelib ketma-ketlikda tushuntirib o'tyapman. Va maskalar. Navishi maskasini kim ishlatib ko'rdi qizlar? Круглый, bulyapti. Ya'ni tarkibida maska emas bor, to есть kislotasi ham. AHA-BHAsi bor. Juda, ya'ni BH bu ajin bilan kurashuvchi kislot, AHA obnovить qilib beruvchi kislot. Yangilab beruvchi, qayta tiklab beruvchi hisoblanadi. Va haftasida 2 marotaba mana shundan ham ishlataman va hamma o'zim ishlatib ko'rganim uchun men anchagina nabor kimga bersam hammasiga qo'shib beryapman. Bu ham bitta sotuv продажani bir usuli. Sotuvga ham kelamiz. Demak, haftasida 2 marotaba maska, ya'ni o'zingizda qanaqa maskalar bor? Love Nature maskasimi, Wound maskasimi? Qanaqa maskalar haftasiga 2 marotaba muhim.
Va qishda qizlar skrablar ishlatishni juda ham kamaytiring. Kimda kim skrab o'zi часто ishlatayotgan bo'lsa, chunki ko'plar o'sha chuqur tozalovchilarga o'rganib qoladi va tez ishlatayotgan bo'lsanglar, skrabni anchagina kamaytirsanglar bo'ladi. No, ya'ni u skrablar chuqur nima zarralari katta bo'lib chuqur singuvchi skrablar bo'lsa, o'sha haftasida bir marta maksimum yetadi. Maksimum, chunki ishqalaganda ham skrabni yengil ishqalaylar. U yozdagida ham ishqalashi mumkin emas. Aytib o'tgandek, baryerda zarar berib qo'yishinglar mumkin. Yuzning tashqi qismini. Haftasiga 2 marotaba maskalar yuz terisiga qarab to'g'ri tanlanishi kerak. Yog'li yuzlarga bor maska, quruq yuzlarga bor maska, kombinirованный maskalar bor, optimalsni glinali maskalari bor, bilasizlar. Qora, yashil. Bu maskalar u juda ham bir волшебный, haqiqatan da четкий effekt beruvchi maskalar hisoblanadi. Undan tashqari tkanoviy maskalar bor, optimal patchilari bor. Xuddi mana shular haftasida to'g'ri parvarish, to'g'ri yuzga ega bo'lishni xohlaganlar haftasida kamida 2 marotaba maska ishlash kerak. Demak, bu petni qanaqa ishlatamiz? Pet tonki materialdan bo'lgan, tagi nimasi ko'p, sivurtkasi ko'p, влажный-da, то есть sivurtkali. Ya'ni buni olasizda, ko'plar faqat yopishtirib qo'yib ekan. Unaqa qilmanglar qizlar, mendan maslahat so'raganlar. Buni prям yuzingizni yuvib kelganingizdan keyin petni olib, yaxshilab tozalaysiz buni. Ishqalaysiz. Bu unaqa qirtishlab emas, no, просто yengilgina ishqalaysiz. Bu peeling qilib beradi, и plus bixasi ham bor ajinga qarshi. Va buni tkani такой shunaqa именно специально peeling qilib beruvchi material. Va shu uchun buni yengilgina ishqalaganingizda, как бы professionalniy чистка oladi-ku odam kosmetologga borganda ketma-ketlikda, xuddi shunaqangi terini rogovoy sloylaridan, o'lgan teri hujayralaridan tozalab beradi. Именно mana shu. Va bu yuvib tashlanmaydi, yuz terisiga qoladi. Yuz terisiga qolgandan keyin kechki ovqatlarimizda qilsak bo'ladi. Sivurtka, ночной krem uxlashdan oldin. Вот, menimcha juda ham tez gapirdim. 50 minut to'xtamadim. Xo'p, kelaylik endi kimda qanaqa savollar bor, qizlar? Savol beringlar, men savollarga javob berib ketaman. Agar katta savollar bo'lsa, nima haqida gaplashamiz? Nima haqida? Qo'l ko'tardilar. Mikrofoningizni ochdim, Shahlo. Qizlar, kim savol bermoqchida? Qo'llaringizni ko'taringlar. Nima haqida interesniy? Biznes haqida, sotuv prodaja, onlayn yuritish haqida. Hamma savollaringizni beringlar yoki chatda yozinglar. Men savol javob qilamiz. Qayerda nimalar bor? Maftuna Salim gruppada savollar bor ekan, savolni o'qiyman. Juda ham zo'r ma'lumotlarni berdingiz. Bugungi darsga qatnashgan ko'pchilik sizdan kerakli ma'lumotlarni bilib oldi. Hamkorlar, mana bugun darsga kirganlar, kimda savollar bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, yuz parvarishi haqida savollaringizni yozsangizlar, men savollarni o'qib turaman. Retinolni moyli yuzlarga ham ishlatsa bo'ladimi degan savol bor ekan. Yog'li yuzlarga? Aha. Da, bo'ladi. Retinolni bemalol hamma yuzga tavsiya bersalar bo'ladi. Yog'li yuzlarga zo'r tushadi. Quruq yuzlarga aytishimiz mumkin-da. Masalan, yog'li yuzlarga haftada 3 marta bo'ladigan bo'lsa, quruq yuzlarga, ta'sirchan yuzlarga haftasiga 2 marta. Lekin bizning teksturamiz, Oriflame teksturasi juda ham yengil bo'lgani uchun yillar davomida tekshiruvlardan o'tadi. Kamida 100 dan ortiq patsientga sinaladi qizlar bu. Ya'ni har xil terisida problemasi bor, terisi har xil patsientlarda sinab ko'riladi va undan keyin keladi. Bizga ishlab chiqariladi, bilasizlar. Shu uchun yog'li yuzlarga yaxshi tushadi.
quruq yuzlarga haftasiga 2 marta, ta'sirchan quruq yuzlarga haftasiga 2 marta tavsiya qilsanglar bo'ladi. Keyin yana bitta savol tushibdi kokteyllar haqida. Kokteyllarni qanday ichishni aytaman dedingiz. Shuni tushuntirib bersangiz, chiroyli olishimiz uchun. Menga siz bilasizmi, bitta rasmimiz yoqadi. Do-posli rasmimiz. Shu haqida juda ham zo'r marafonlar o'tkazdingiz. Aynan kokteyllar bo'yicha ko'pchilikka zo'r ma'lumotlar berdingiz. Mana shunga o'zingiz kommentariya bering. Qanaqa qilib o'sha ichdingiz, shunaqa zo'r oldingiz. Tak, hop. Doposteni dars tugagandan keyin qizlar men gruppaga tashlayman va gruppaga tashlab men ovozli xabar qilib ketma-ketlikda tushuntirib bersam qanaqa? Zo'r. Xuddi shunaqa tashlab bersangiz ham bo'ladi bu savolga. Chunki Oygul opa, что qizlar o'sha informatsiyani hozir emas, дополнительный o'sha bir-birlariga prislать qilib yanada eshitishlari mumkin, komandasiga bo'lishishlari mumkin. Shu uchun menimcha ovozli qilib tashlab beraman. Ko'proq foydali bo'ladi. Juda ham yaxshi. Mayda dog'larga qaysi kremlarni tavsiya qilasiz va ishlatilishi bilan tushuntirib bersangiz. Mayda dog'lar. Demak, qizlar dog'lari qanaqa? Yengil mayda dog'lar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda Optimal's kremlari zo'r chiqqan, ko'rdinglar. Hozir skidka ketyapti. Men ishoninglar, kecha kimga qanaqa, lekin men mahsulotlarni yaxshi ko'raman, prям mahsulotlarni sevaman. 12 dan keyin уже boshladim, prям urib tashlashdi bugun ham. Уже men ko'proq klientskiy baza bo'lgani uchun men endi kimga qanaqa men kompaniyani eng qimmat narsasini men sota olaman deb 100% ayta olaman. Chunki ishlaganimda hammasi sug'urtkalar, yuqori tarkibi, narxiga e'tibor bermasdan men mana shu narsalarni o'tkazaman. Menda juda ham oldin qoidam bor. Именно o'zim men hamma narsani sota olaman. 4 ta narsadan tashqari deyman. Ishoninglar, hamma narsani zo'r sota olaman. Bu nimadan? Bu birinchi bo'lib chiqdimi, подробно o'qib chiqaman, tushunib olaman va именно mana shu tarkibini yanada nimalarga qo'yib Google orqali дополнительный topib o'qib o'zimda sinab olaman. Ana undan keyin ko'ringlar, gul va bulbulday bo'lib sayraysiz, ham emotsiya berasiz, ham yetkazib berasiz. Shu uchun qizlar ko'proq o'zlaringizda bo'lgan effektni bo'lishsanglar, ko'proq klientskiy baza ishonchli yig'iladi. Demak, dog'ga hozirgi paytda men Optimal'ni tavsiya beraman. Skidkada albatta nabor. Men misha bermay tur 5 minut. Qizlar, men nabor qilib bersanglar juda ham zo'r bo'ladi. Chunki men bir dona kremni emas, aytib o'tganimdek, nabor qilib berganda effekt ko'proq bo'ladi. Gel penkasi, sivurtkasi, ko'z atrofi, kunduzgi, kechki kremi. Optimal'ni bilasizlar, oq kremi chiqdi qizlar, 10 tasi birda. Demak, uni ichida SPF bor, ajinga qarshi, yuzni zo'r himoyalaydi, dog'larni ketkazadi, oqartiradi, asvetleniya beradi yuzga. Mana shu oq Optimal's kremini tavsiya bering. Gel penka Optimal's kremi, Vokruг глаз hozir ursangiz sizga dostavka бесплатный bo'ladi. И плюс ночной kremi to'yingan teksturasini tavsiya bering. Optimal's 2 xili bor bizda. Yengil tekstura, to'yingan tekstura. Siz to'yinganini tavsiya qiling. Boshlanishiga hozir nechta bo'lish? Shunda 5 ta mahsulot. 5 ta mahsulot siz men hozir tushuntirganimdek где-то bir 2 haftalar ishlatasiz. Yuzingizni yaxshi o'rgatib olganingizdan keyin men sizga дополнительный C vitamin qo'shib beraman deng. Bu juda ham effektini oshirib beradi, yuzlarni zo'r ochartirib beradi. Mana shularni tavsiya qilsangiz bo'ladi. Yuzlarni 2 hafta o'rgatib, vitamin qo'shib bering. Javob uchun rahmat. Keyingi savol, pilingni necha yoshdan ishlatsa bo'ladi? Menimcha, bu piling haqida, Gul opa. Bu piling bor, yana Kintanejni pilingi bor. Umuman piling deb aytilgan o'zi menimcha bu joyda, lekin Oriflame'da qaysi pilinglar bor? Oriflame'da Novech pilingi bor. Anaqa bunisidan hozir qo'lingizdagidan bor, to'g'rimi? Demak, shu ikkalasi. Demak, chuqur tozalovchi.
qizlar, yuzni qachon to'g'ri tozalash? Bu 10, 11, 12 yoshdan boshlanadi. Yengil krem, yengil penkalar bilan, gellar bilan yuzlarini yuvib va agarda ugrichalar, toshmalar bo'lsa, haftada bir marta skrabni o'zi yetadi. Agarda pilingga keladigan bo'lsa, o'sha piling 18 dan yuqorilarga tavsiya beramiz qizlar pilingni. 18 dan yuqorilagan. Mana shunga qo'shimcha qilmoqchiman. Aha. To'ppa-to'g'ri buni iloji o'zi ham mana Optimalsis skrabini men ko'pincha tavsiya qilaman. Optimalsis skrabi xuddi yengil peeling effektini beradi qizlar. Bizga skrab bor Puriskin'niki. Puriskin'dan ko'ra ko'proq effektni Optimalsisga beradi va yengil peeling qilib beradi. Shunaqa oqartirib ham beradi. Men gapimni to'ldirdingiz. To'ppa-to'g'ri. O'shani effektini meni gapimni to'ldirdingiz. Endi gapirmoqchi edim. Shu Optimalskini, Puriskinnikini ishlatsalar, shu 18 yoshdan yosh bo'lsalar, o'shani ishlatganlari ma'qul. Haftada bir martami, 2 martami. Lekin undan 18-20 yoshdan yuqori bo'lsa, iloji boricha undan ham keyinroq bunaqa o'tkir xapiringlarni ishlatsa bo'ladi. Undan yoshiga tavsiya qilmagan ma'qul. To'g'ri. Mikrofon ochaman. Sho'rapa mikrofon ochdim. Qizlar qo'l ko'tarsanglar, qolganlarning mikrofonni ochaman. Savollar bormi, Oygul opa? Savol bor. Mikrofon yoqaman deganingizga kutib turdim. Wound seriyasini qachon qanday ishlatiladi? Kimlarga tavsiya qilasiz Wound seriyasini? Woundni qizlar bilasizlar, men sevaman. Ayniqsa yaqindagina kremim tugadi. Woundni ustida unaqa fioletovoyisi bor. Fioletovoyisida unaqa uni najaysa, как духиga o'xshab chiqadi krem. Shunaqangi yengil, shunaqangi zo'r, воздушный, yengil. Men uni kimlarga tavsiya beraman? Yuzimga ko'p og'ir krem surtolmayman, yengil bo'lsin deganlarga tavsiya beraman va namlantirib tursin, yaldirashni xohlayman deganlarga men Wound tavsiya beraman. Woundni teksturasi juda ham yengil. Optimalslarni eng o'sha yengil teksturasidan hamda Woundniki yengil. Ya'ni yuzga borligi umuman bilinmaydi. Shuni surib olasiz, yuzingiz shunaqa yupqagina bo'ladi. Shunaqangi hidi zo'r, yaldirab turadi. Bular kimga namlantirishni xohlaganlarga tavsiya beraman. plus yuzida ta'sirchanligi borlarga, ya'ni yuzida ta'sirchan va quruq kojalarga Wound вообще muammoni hal qilib beradi. Qizlar, menda yuzimga allergiya bor, yuzim quruq deganlarga Wound beringlar. Nimani Novation Rosy seriyasi bilasizlar, mana shunaqangi yuzlar bilan ishlab beradi. Plus bilasizmi, Velosofin naborlari ham xuddi shunaqa biologически активный добавка. Bu именно mana shunaqangi yuzida allergiyasi borlar bilan zo'r tushadi, zo'r ishlab beradi. Woundni namlantirib beruvchi, yaldirashni xohlaganlar, yuz terisi bilan sog'lom yaldirab turishni xohlaganlarga krem tavsiya bersanglar bo'ladi. Aha, tushunarli. Maftuna chiroyli javob berdingiz. Keyingi savol, o'zi taklifli ham tushibdi hatto. Keyingi mavzularda ozish haqida ham alohida dars o'tib bering debdi. Chunki ko'pchilikka bu mavzu qiziqarli, ko'pchilikka kerak bu mavzu. Siz marafonlar o'tgansiz. Bu mavzuda siz 1 soatlab даже gapirishga so'z topa olasiz, chunki sizda ko'p natijalar bo'lganda. Bu uchun demak, alohida sizga dars berayotganmiz. Xo'p, bo'ladi. Keyingi savol. Qizlar, chiroyli qomatga kiramiz. Yangi yildan oldin biz o'zimizga primer bo'lib olamizda. Yangi yil olib вообще uchursanglar bo'ladi-da, mana bu wellnesslarni ayniqsa. Mayli bu safar demak ozish haqida. Ozish juda ham chuqur, katta tema. Просто tak kokteylni unaqa qilib ichasiz, unaqa qilib ichasiz bilan bitmaydi. Agarda sog'lom, tarang, chiroyli ozishni xohlasanglar, полностью kompleks. Men masalan bir dona kokteyl emas, yoniga qo'shib beraman. Yoniga bunaqa qo'shib chiroyli qilib beraman. Chunki ham aytadi, o'zingizda kam. O'zingiz nima qilgan bo'lsangiz, menga ham shuni bering degan paytda men bir ham taxlab tashlayman. Har doim qizlar, sotuv-prodaja paytida siz shunaqangi informatsiya beringki, siz taklif beringki,
qabul qilish yoki rad etish ularga qolsin. Siz ular haqida siz birinchi bo'lib mana bu yerga o'ylamang, mana bu narxni aytsam qo'rqib ketadimi, buncha narsani aytsam oladimi, yo'qmi degan narsani o'zingizdan olib tashlang. Как siz professionalniy tavsiya beruvchimi, shunaqangi har bitta mahsulotni chotki yetkazib beringki, vыбор qilish unda qolsin. Bo'ldi, qolganini o'ylamang, narxini o'ylamang, ko'p kamini o'ylamang. Berishingiz kerakmi, bering, bo'ldi. Xuddi shunaqa, shunda menda har doim продажalarim zo'r, chunki menga nima qilmayman, что natija oladigan informatsiya beraman, natijalarimiz zo'r. Qizlar, Essence haqida gapirib o'tmabman. Buni men bilmayman, o'sha kam qolgan. Har 3 soatdami oynani oldidan o'taman, sepaman. Ko'chaga chiqishdan oldin sepaman, makiyajdan keyin sepaman, makiyajdan oldin sepaman. Novech Prositikovsdan mist qizlar shunaqa zo'r namlantirib beradi. Bilasizlar, men bu bilan video rolikam yasashim kerak edi. Именно Wound bilan Panthenol bilan ikkalasini ishlatganimniki bor. Shunaqa yuz shishadek bo'ladi. Yuz shishadek turadi. Men uni nima qilib tashab qo'yman. Mistni qishda ham namlantirish uchun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hozir bular zo'r skidkada. Shu haqida gapirmay o'tibman. Namlantiradi. Duxini sepganday sepasizlar faqat. Demak, bu ham qolib ketmadi. Ma'lumot berib o'tdingiz. Keyingi savol. Mana ko'pchilik bo'yi aytib o'tdingiz. Ko'pchilik yozda faqat ishlatiladi SPFni, boshqa fasllarda ishlatilmaydi deb o'ylaydi ko'pchilik, lekin haqiqatan to'g'ri faslda ham ishlatish kerak, yuzni himoya qilish uchun. Hozir shunaqa savol bo'libdi. Mana hozir sovuqda SPFni qaysi birini ishlataylik? SPF 30 mi, SPF 50 mi? Meni yuzimda dog'larim bor debdilar. Agar yuzingizda dog'laringiz bo'lsa, men sizga Novechni SPF ni tavsiya beraman. Novechni SPF осветляющийsi bor tarkibida. Ya'ni yorqinlashtirib beradi, ochartirib beradi. Maksimal darajada dog'ni ochartirib beradi Novechni SPF 50. Va u ultrabinafsha nurlaridan juda ham zo'r himoya qiladi. Mana shu Novech SPF. Agarda yuzingizda dog'laringiz bo'lsa, Novech SPF ni to'xtatmang. Juda ham zo'r, juda ham. Chunki dog' nimada qizlar dog' bilan ishlash kerak, haqiqatdan da ishlash kerak. Chunki dog'laringiz kengaysa, kattarsa, u sложныйda ketkazish qiyin. Shuni ham aytib o'tamanki, qizlar, har bir ishlatayotgan mahsulotingiz va klientingizga bergan mahsulotingizni oldida дополнительно aytib o'tingki, bilamizki biza Novechni ta'siri уже boshlanadi 2 haftada. Bir kun o'zida yuzda o'zgarish sezadilar. No, maksimal darajada 2 hafta ketma-ketlikda ishlatganda o'sha natija ko'riladi. Va shu bilan birga men aytamanki, yuz hujayralari eng kamida 25 kun 30 kunga almashadi, yangilanadi. Yuz yoshga qarab, ya'ni yoshingiz katta bo'lgan sari yuz hujayralariga ham xuddi shunaqa obnovit bo'lib yangilanib olish uchun kamida 1 oy 40 kun vaqt kerak. Demak, siz maksimal darajada har bitta naborni qo'shilgan doполнительlarni kamida 1 oy ishlatishingiz juda ham muhim. Mana shu narsani aytib o'ting. Va именно dog' bilan ajin temasi bu уже yirik muammo. Bu oddiy ajin deb qaramanglar. Men даже klientlarga gapirib aytamanki, peshonangizga chiziq tushmasin. Qovoq o'yganda o'yib ko'ringlar-da, hozir mana oynaga qarab. Kimda nechta chiziq bor? Kulganda, ko'z atrofida, qovoq o'yganda chiziqlar. Mana shundan bilsanglar bo'ladiki, agarda именно peshonaga tushgan chuqur ajinlar уже muammo haqiqatdan da. Ishlatasiz, ketma-ketlikda kamida 6 oylik qilasiz. Voy, botokslar haqida gapiradigan bo'lsam, o'zi kengayib ketadi yana tema. Botokslar временный effekt beradi qizlar. Men даже mamlakatda men buni boshladimmi? Ishoninglar, endi ketdi auditoriyaga. Ertalabdan kechgacha men shu haqida gapiraman, tarkibini olib kelaman, kosmetologiya bilan solishtiraman. Botoks qilingan botoks, ya'ni bu preparat kamida 3 oydan 5 oygacha. Ya'ni o'sha terini namligi, teriga qarab u botoks so'riladi.
tashlab yuboradi, bilyapsizlar. Botoks qilgandan keyin nima uchun ketma-ket olinadi? Chunki botoksdan keyin 2 barobar teri tushadi. Shu uchun ham, ya'ni o'sha chuqur, ariqcha ajinni qilmangda. Nima qiling, vaqtida oldini oling deb men tavsiya beraman klientlarga. Demak, oynaga qaradingiz, agarda sizda уже mimik chiziqlar bormi, сразу lecheniyaga o'ting. Bu kengayadi. Nafsa gubkalarga qaranglar qizlar. Listinglarga qaranglar, yuzingiz qanchalik tortilgan, yuzingizda qanchalik osilishlar yo'q. Mana bu tomonlarga. Ko'z atrofiga kulib qaraganingizda, o'sha demak sizga уход pora. Ya'ni дополнительный qo'shimchalar qo'shinglar, chuqurroq to'yingan kremlarga o'tinglar. Qizlar qo'llarni ko'targanlarni ochib qo'ydim. Men tochkacha sizni ham ochib qo'ydim, qo'l ko'targan ekansiz. Menimcha ular adashib qo'l ko'tarayotgan bo'lishi ham mumkin, chunki hech kim shu paytgacha ham ochmayapti. Keyingi savol Maftuna. Men Navejidan ana pigmentatsiya uchun dog'larga qarshi kremim bor-ku, Naveji nabor. Shuni zakaz qilgan ekanlar. U hamkorlar ishlatayotgan ekan, lekin yuzlariga mayda donachalar chiqibdi. Nima uchun shunaqa holat bo'ldi deyaptilar. Aynan shu kremdanmi yo'qmi, bu ham noma'lum aslida. Ayni u kremdan emasmi noma'lum. Agarda anaqa qarang, klientingiz agarda shu paytgacha professionalniy уход ishlatmagan bo'lsalar, ozgina ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni u vaqtincha sivrtkasini ko'proq ishlatgan bo'lishlari mumkin. Sivrtkani iloji boricha qanchadir payt ishlatmaslikni tavsiya qiling. Ya'ni 3-4 kun, bir haftagacha sivrtkasiz ishlatib tur. Agarda krem achitib, nima diskomfort tuyulayotgan bo'lsa, va уже sivrtkani miqdorini kamaytiringlar. Qizlar sivrtkani ko'p surtib olishsa-da, krem sivrtka ko'pligidan уже yuzda qichishlar boshlanadi. Shu uchun sivrtkani kamaytirsinlar, iloji boricha bir 4-5 kun sivrtkani to'xtatib, qolgan uxotlarni qilsinlar va maksimum kamroq ishlatsinlar. Chunki bu to'yingan tekstura. Yaxshi nabor, yaxshi kremlar ishlatmagan odamlar, ya'ni professionalniy uxotga murojaat qilmagan odamlar, bu уже sal balandliroq qiladi qaysidir ma'noda. No, shunaqa paytlar bo'ladiki, hozir qizlar kuz fasli. Telefonim zaryadka asosida to'xtayapti. Zaryadga qo'yib oling, 1 daqiqa. Davom etamiz. Bir minut. Rayonni yumshatib beraman. Zaryadkaga qo'yib oling. Demak, agar toshmalar, hozirda hammada toshmalar toshyapti, meni o'zimda ham toshmalar chiqdi, chunki kuz bilasizlar, infeksiyalar, kasalliklar, shamollashlar ko'tarilgan payt hisoblanadi. Va mana shu bizning yuzimizga ham xuddi shunaqa ta'sir qiladi. Olayotgan nafasimiz ichimizda. Shu uchun men ko'proq hozir probiotik o'tganman. Probiotikni uchiringlar qizlar, chunki очищение qilib beradi, chelani tozalab beradi, shlaklarni полностью очищение qilib beradi. Ichimizga prям uni ichganda kanalizatsiyada u shuni tozalab olib chiqib beradi. Va tanadagi yig'ilgan oqsoqlarni, og'irliklarni hammasini ketkazib beradi. Probiotik hisoblanadi. Wellnessda o'tgan paytda probiotikka alohida to'xtalaman. Demak, agar yuzdagi toshmalar, bu shirali yeb qo'yamiz, yog'li ovqatlar yeb qo'yamiz, mana kofelar ichiladi va havodagi hozirgi infeksiyalar ta'sir qiladi. Qondagi shamollashlar ham qaysidir ma'noda toshmalarni keltirib chiqaradi. Shu uchun klientingizga to'liqroq informatsiya bering. Hozircha, demak, sivrtkadan ishlatishlarini 3-4 kun, bir haftacha to'xtatsalar, ko'rasiz. Shunga qarab analiz qilasizda. Tushunarli. Keyingi savol,
Optimals kremi necha yoshdan ishlatsa bo'ladi? Va yigitlarga ham mumkin. Qanaqa teriga mumkin Oygul opa? Yo'q, erkaklar uchun ham mumkinmi deyilgan. Optimal seriyasi necha yoshdan, Novech kremlari ham necha yoshdan deb so'rabdilar. Qaranglar qizlar. Demak, bizada yuz parvarishida yoshni ahamiyati yo'q. Bu prosta bizada kremlarni yonida yosh qo'yiladi, чтобы orientir olish uchun. No, на самом деле kremlarda yoshni ahamiyati yo'q. Biz kremlarni yoshni muammosiga qarab beramiz. Ya'ni agarda u hozirda 19-20 yosh, yuzida dog'i bor, dog' tushirib qo'ygan, qanaqadir stressdan yoki zagardan dog' tushirib qo'ydi, masalan 20 yosh. Men unga Novechni dog' seriyasini tavsiya qila olaman. Chunki uni yuzida muammosi mana shunga yarasha. Yokida 30 yosh уже yuzlarida chuqur ajin, mana chuqur ajin, ariqcha bo'lib, уже sinib qolsa, уже bilinglarki, chuqurroq tekstura beraveringlar qizlar. Oddiy mana bunaqa singanni optimal lecheniya qiladi demanglar. Raz u sindirib qo'yganmi, уже demak, berishingiz kerak Royal Velvet yokida berish yosh kattalarga lifting tushgan bo'lsa Royal, уже Novech и plus ampula, Novechda bir haftalik ampulasi juda ham zo'r lecheniya qilib beradi, дополнительный. Lekin bir dona sivurtkani o'zi emas, yoniga to'yingan teksturali krem uhot bo'lishi shart. Demak, yoshga kelganda 20 yoshdan уже bu yog'iga kompleks uhot ishlatish davri boshlanadi. 20 yoshdan yuqori. Chunki уже именно qarish jarayoni 25 yoshdan boshlanadi, bilasizlar. Hozirgi paytda уже ekologiyamiz ham unaqa yengil emas, bizda havolar quruq, yuzlar tez ta'sirchan bo'ladi, infeksiya tushadi, ajin, har xil muammolar mana shundan kelib chiqadi. Demak, biz optimalni berishimiz mumkin 20 yoshdan yuqori. Novechchi 25 yosh. Lekin agarda aytib o'tganimdek problema bo'ladigan bo'lsa, tavsiya beraverasiz, hech qanday zarari yo'q qizlar. Klientni muammosiga qaranglar, muammosiga qarab naborlarni tavsiya qilsanglar bo'ladi. Maftuna, yuzingiz chiroyli bo'lgani uchun, ухоженный bo'lgani uchun, har doim shu kremlardan ishlatganingiz uchun ham yuzingiz yaltirab turibdi. Haqiqatan ham shu uchun juda ko'pchilikka qiziq ekan, siz necha yoshdasiz deb so'rashdi. Men 25 yoshda, men 18 yoshda. Yoshim 30da, qizlar, yoshim 30da, lekin tengqorlarimga qaraganda yuzimni teksturasini doim solishtiraman. Лишь бы o'ylaga, чтобы nimadir e'tibor emas, men o'zimni solishtiraman. Ya'ni qayerda nima kulganimda, oynaga qaraganimda tushyapti. Men bilasizlarmi, yuzimni hozir yuvib kelsam ham, masalan, kechki kremim bor, ozgina labimga qo'ydim. No, yaldirashi shunaqa turaveradi qizlar. Menda shunaqa. Chunki doimiy tarzda to'g'ri parvarish. Da, может bo'lishi mumkin hozirda, masalan, men ko'z atrofimni ko'rishinglar mumkin. Ajinlar yo'q. Peshonamni ham qiyshaytirib ko'rsataman. Bularni hammasi mana ajinlar menimcha yo'q. Yuzimga ham e'tibor beraman, bu yerda liftinglar yo'q. Menda toshmalar yaqinda toshdi. Bu ozgina shamollash bo'ldi menda, infeksiyalar ta'siri. Shular bilan ham kurashdim. Men kurashdim desam. Shunaqa. Молодец. Haqiqatan yosh ko'rinasiz. Maftuna, doim shunaqa chiroyli bo'lib, yosh bo'lib yuring. Keyingi savol, bitta mijozimga Optimals naborini bergandim. Dog'lari bor edi, effekt zo'r bo'ldi debdilar. Ko'z atrofi kremlarini ham bergandim, lekin nimagadir ko'z atroflarida ajinlar ko'payib ketdi. Endi nima maslahat berasiz? Qaysi ko'z atrofi kremini tavsiya qilsam bo'ladi? Qarang, Optimals ko'z atrofi kremi именно ajin uchun emas. Bu bir, qizlar bilib olinglar. Optimals kremi mimik namlantirib beradi, tagini shishlarni, отекni ko'karishni oladi va chuqur namlantirib beradi. Agar Optimalsni qizili bo'lsa, demak, u ajinga qarshi. Agar yashilini taklif qilgan bo'lsangiz, ko'proq ko'zdagi mana bu ko'karish, charchoq, отекlar bo'ladi.
ko'z atrofi so'ligan, charchoq bo'ladi. Вот именно ularga optimalsi man даже beraman ajinga qarshida va optimalsi ko'kini beraman, как бы bu yordamda, дополнительный, чтобы отекlarni oladi, shishlarni oladi, ko'karganlarni oladi. Demak, optimalsi ko'ki именно mana shu. Если agarda optimalsi qizili bo'lsa, demak u ajinlarni effektini ketkazadi. Ras sizni mijozingizga yoqmagan, ya'ni u ko'paytirib bormaydi, demak unga ta'sir qilmagan bo'lishi mumkin. Shunaqa deb tushuntiring. Chunki maksimum darajada himoya qiladi. Inson nafaqat kremda bir kunda ajin tushishi mumkin, bir kunda dog' tushishi mumkin. Qizlar, bu psixologik holatiga juda ham katta ahamiyatga ega. Ishoninglar, mana atroflaringizda primer ko'rsanglar, bir haftada qarib ketgan odamni ko'rasizlar, chuqur stressdan. Qanaqadir tushgan holatdan 2 kunda prям yuziga dog' tushib ketganini bilasizlar. Ko'rgansizlar, bu realni. Demak, tushayotgan ajinlari ichki holatidan ham kelib chiqadi qizlar. Chunki ichki holatimizni bizda yuzimiz tasvirlab beradi, emotsiyamizni bizning yuzimiz yetkazib beradi, ko'zlarimiz gapirib beradi. Shu uchun demak, ajin yuz parvarishida agarda optimalsdan keyin yengilroq o'tmoqchi bo'lsanglar, Royal Velvetni berib ko'ring. Royal Velvet juda ham yaxshi. Agarda klientingiz yoshroq bo'lsalar, men Woundni sevaman. Woundni uchida roligi bor, vokруг glazini. Prям massaj qiladi. 5 tali tochkachasi bor, roligi bor. Kerakli dozatorda kremni chiqaradi va yengilgina massaj qilib beradi. O'sha Woundni tavsiya bering, Royal Velvetni tavsiya bering. Alohida Naveshni vokруг glazlarini olib bersangiz bo'ladi. Mahsulotlarimiz prям shikarni. Hammasi maksimal darajada effekt beradi. Juda ham zo'r Maftuna. Keyingi savollar haqiqatan ham yuz parvarishi uchun bo'lgani uchun ham juda kerakli mavzu bo'lgani uchun Maftuna bu bir kunlik mavzu bo'lmaydi endi. Soatlab gapirsak ham. Keyingi o'zi boshlasam Oykul, men o'zi qanaqadir bir gap ko'pmi bilmayman. Ko'p gapirishni yaxshi ko'rasiz, chunki o'ziz ishlatgansiz. Foydasini ko'rgansiz. Qachon odamni o'zi ishlatsa, foydasini ko'rsa, albatta uni soatlab gapirsa ham to'xtamaydi, dam olmaydi. Sababi hammaga yoqadi deb o'ylayshandi. Qolganlarni ham ishlatib ko'rishini xohlaydi. Keyingi savol, yuzimda dog' bor, optimal sivritkasini boshlagandim. Sivritkani o'zi ham foyda beradimi? Va ko'z ostiga ham sivritka surtiladimi? Shu narsa urg'u bering. Birinchi o'rinda mana shuni aytib o'tmoqchiman. Ko'z atrofiga aslo surtmanglar sivritkani. Qizlar, nima uchun men videoni alohida darsdan keyin bu, chunki ishoninglar, mana 1,5 soat bo'ladigan bo'lsa, 1,5 целый soat faqatgina yuz parvarish haqida gapirdik. Men hali biznesga to'xtalmadim. U tema ham juda ham katta. Ular, na samom деле siz bu mavzuni qaytadan audiosini eshiting, videosini ko'ring, eng boshidan полностью yuz parvarish haqida olib ketdim. Demak, bizani yuz qatlamimiz qizlar, yuz terimiz mana bu yer, masalan, yuz hisobiga kiradigan bo'lsa, yuz teri mana bu qatlamam yuz teri hisoblanadi qizlar. Yuz terimi, bu yog'i уже zona dekolte. Именно zona dekoltega ham Navecha kremi bor, bilasizlar. Mana tatarka klientlarim, такой ухоженный ayollar krem есть у вас zona dekolte uchun deb so'raydi, bilasizlarmi? Вот bilib olinglar, bor. Mana bu yer qarish bo'ynimiz ko'rsatib beradi. Mana bu yer уже dekolte, bu yer уже yuz terisi hisoblanadi. Demak, yuzimizga surayotgan kremni bo'ynimizga surtishimiz muhim. Mana shu yer ko'z atrofi, mana shu yer. Mana ushlab o'zingizga nima orientir oling. Suyagingiz bor joy bu ko'z atrofi, ko'z qobig'i bo'ldi. Tamom. Mana shu yerga ham krem surtiladi. Bu yog'iga mumkin emas. Kremni teksturasi mana shu terichamizga to'g'ri kelmaydi. Chunki Xudoyim shuni mana bu yerga qaraganda mana bir qadam mana bu joychani 7 barobar yupqa qilib yaratgan. Tonki, вот shu uchun to'g'ri kelmaydi. Shu uchun ko'z uchun alohida ekspertlar, olimlar, doktorlar terini o'rganib chiqqandan keyin albatta teri ikki xil ekan. Unga mana bu tarkibi to'g'ri kelmaydi. Shu uchun mana bu narsani ishlab chiqarish kerak deb bejizga ishlab chiqarilmagan qizlar.
Shuning uchun krem ko'z atrofiga serum mumkin emas. Aytdim sizlarga, agarda sizda vaqt glass ajinga qarshi surting, kunduzi sizda shishlar bormi, vitaminchiklar, ozuqa yoki ko'karish, charchoq bormi, просто optimal yashilini ishlatib yuraylik, повседневный zo'r. Uni 3 mahal, 2 mahal surtib olsanglar ham bo'ladi-da, pitats qilib olasiz, surtib olasiz, pitats qilasiz, surtib olasiz. Lekin vaqt glass alohida ko'z atrofi olishingiz shart. Ya'ni ajini bor hammaga vaqt glass kerak. Qishda ajin yo'q bo'lsa ham optimalsni minimum yashilini tavsiya beringlar, maksimum avantni roligini beringlar. Вот, dog'li yuzga faqat siyvirtkani o'zi yetmaydi. Siyvirtka aytib o'tganimizdek, bu bizaga kremimizni effektini derma qismi bor. Вот, именно 3-qatlamdan pasti derma qismi hisoblanadi. Kremning effektini birgalikda serum bilan birga ichkariga olib kirib beradi. Siyvirtkadan keyin обязательно насыщенный krem ishlatish shart. Kremsiz именно dog' bilan ishlayman deb o'ylamang. Dog' u muammo. Dog'ni oddiy namlantiruvchi kremlar bilan ketmaydi. Chem agarda sizda kichkina bo'lsa, demak oldini oling, ko'proq narsa bilan ishlatingki, raz o'sha dog'ingiz kengaymasin. Dog'lar kengayish xususiyatiga ega, bilasizlar. Melatonin tez ishlab chiqariladi, yog'li bo'ladi va o'sha kengayib ketadi, qizlar. Oldini olib, demak, naboringizni to'ldiring. Naboringizni hozir skidkalar ketyapti, dog' seriyaga o'ting va C vitamini olib oling. Videoni boshida ko'rsangiz, agarda yana endi to'liq to'xtalib o'tganman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maftuna, yaxshimisiz? Rahmat. Oygul opajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Anaqa. Assalom, Shahnoza, savolingizni bering. Ha, savol bermoqchi edim. Keyin ham ozgina gapirib o'tmoqchi edim. Men bu yaqinda velosiped mahsulotini eliksiri chiqdi, tungi eliksiri bor-ku, Maftuna? Xodim. O'sha eliksirni bittasiga tavsiya qildim, bergandim, tavsiya qilib beruvdim. Mayin toshmalar toshtirdi dedilar. O'sha kechqurun surganda, bir marta surganda mayin toshmalar toshdi dedilar. Men o'yladim, u mayin toshma ta'siri doirasi shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim. Undan keyin optimalsni, o'sha dog'ga qarshisini bitta klient so'ragandilar. Uni berdimda, ular ham по-моему, svilitkasini ko'p surtganmi bilmayman. Ana o'lik hujayralarimi, qurib anaqa to'da bo'lib tushib turibdi dedi-da. Men o'yladim, o'sha svilitkasidan deb o'yladim-da. Shunaqa men svilitkasini to'xtatib turing, boya aytdingiz-ku, 1-2 kun to'xtatib turing, surtmay turingda, keyin anaqa kremini surib turib, svilitkani keyin davom ettirib ko'ringchi dedim. Endi hali anaqasini eshitganim yo'q. Hali endi eshitaman, xudo xolasa. O'sha haqida ozgina gapirib o'ting, Maftuna. Rahmat kattakon. Xo'p. Demak, qizlar, dog'ga kelganda, dog' seriyasi yuzni dog' kremlari, shuni aytib o'tmaman, dog' kremlari shunaqa effekt beradi. Bu tabiiy holat, chunki yuz terisini yangilab beradi. Yuz terisi dog' ko'chib, qizlar, u dog' yo'q bo'lib qolmaydi. Dog'lar teri ko'chish evaziga o'sha qatlami tagidan ishlayveradi va ustki rogovoy sloy уже sal qurushtiribroq, sal qichitibroq, saqalsa juda ham ko'p emas. Mana shunaqangi tarzda ishlaydi dog' naborlari. Shuning uchun namlantiruvchilar ko'proq beravering. Optimal unaqa nima beradi deb o'ylamayman, allergiya beradi deb o'ylamayman. Именно eliksir. Eliksirni yuz tozalab yuvib olganlardan keyin kechqurun surtadilar, yupqagina qilib bo'lib. Balkim hali aytib o'tganimdek, tarkibi kuchliroq, tarkibi boyingan, to'yingan va bizani mahsulotlarimiz ko'proq tabiiy ingredientlardan olingan, qizlar bilasiz, tabiiy o'simliklar, u ildizlari, tabiiy o'sha barglar, o'simliklar, juda ham ko'p, 90% tabiiy mahsulotlar hammasi. Oriflame shunaqa katta o'rmonlar bor, bilasizlar, spesialniy kompaniyamizni produksiyalari uchun yetishtirib beradi o'simliklarni. Tabiiy tarkibi bo'lgani uchun albatta ozgina shunaqa bo'lib o'tishi mumkin, yuzlari ta'sirchan
insonlarga. No, lekin dog' bo'ladigan bo'lsa, dog' aslida sal yuzni quritibroq va terini tushirib ishlaydi. Bu norma. Va u kishidan aloqaga so'rang. Endi yana ham mana 3 kun dam oling, bo'ldi surtmay turing degan bo'lsangiz, endi surtib ko'rsinlar. Kam miqdorda asta-sekin oshirib boradilar. Xo'p, rahmat Maftuna, kattakon baraka toping. Polni tushirib qo'yingki, o'zi dog' seriya shunaqa ishlaydi. Teringizni yangilab beryapti. Bu yangilanish jarayoni ketyapti sizga deb yetkazsangiz bo'ladi. Ha, bo'ldi, rahmat kattakon Maftuna. Maftuna, oxirgi savol. Yuz massajini ham videosi bo'lsa tashlab qo'ying debdilar. Mana yuzni qanaqa ko'pchilik kremlarni tavsiya qildiradi-da, tavsiya qiladi yoki o'zi sotib oladi o'sha kremni. Qaysi seriya bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa ishlatilishini bitta videoda ko'rsatib o'ting. Hamma kremni ishlatilishi bir xil. Faqatgina uni ketma-ketligini bilsa bo'ldi. Ko'pchilik mana shuni qanaqa ishlatilishini bilmaydi. Ketma-ketligi qanaqa bo'ladi va qanaqa tizimda yuzga suriladi? Ketma-ketligimi? Tak, qizlar, men yaqinda где-то bir o'zim saytim uchun nochnoy uxotni qilib ko'rsatganman. Bo'lib qo'ydim. Bitta rolik tayyorlaganman, где-то 6 minut 5 minutlik. Va qancha miqdorda surtganman, qanaqa surtganman, men o'shani tashlab bersam bo'ladi gruppaga. Plus yuz parvarishlar, yuz uxotlar, men Instagram kanalimni ham ko'rsanglar bo'ladi yoki meni saytimda полностью kremlarni ishlatilish jarayoni bor. На самом деле kremni bilasizlarki, bir tonki sloy qilib surtib olganingiz o'zi yetadi. Faqatgina sivrtkalarni, serumlarni qachon ishlatilish bilan ham hozir darsda aytib o'tdim. Haftasiga necha marta? Haftasiga 2 marta, 3 marta deb bilan ham aytib o'tdim. Именно har qanday kremni kunduzgi krem surtib olasiz, kam miqdorda yengil sloy qilib, kechki uxot xuddi shunaqa yengil bir sloy qilib surtib olinadi. Вот. Bo'ldi. Demak, videolaringiz bor, tashlab berasiz. Mana birinchi o'rinda aytmoqchi bo'lganim, yuzni har doim tozalab olish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ko'z atrofi krem surtiladi. Undan keyin sivritka surtiladi. Keyin kechqurun bo'lsa, kechki krem, kunduz kuni bo'lsa, kunduzgi krem surtiladi. Buni ketma-ketligi har doim bir xil bo'ladi. Optimal olasizlarmi, Love Nature seriyasini olasizlarmi yoki Nadej seriyasini olasizlarmi? Buni ishlatilishi ketma-ketligi xuddi shunaqa bo'ladi. Iloji boricha shunaqa 5 taligini olinglar. Bu degani tozalovchi, ko'z atrofi, sivritka va kechki krem, kunduzgi krem. Olganlaringizdan keyin ketma-ketligi bir xilda bo'ladi. Agar videolaringiz bo'lsa tashlab qo'ysangiz hamma uchun foydali bo'lgan bo'lardi. Mana shu gruppaga tashlayman. Men Naveshni ketma-ketli ishlatilgani haqida ko'ringlar. Keyin yana ham agarda o'sha tagida kommentariy yozsanglar, nima tashlab berish haqida, men ularni ham tashlab beraman. Молодец, Maftuna. Mana 1,5 soat gapirdingiz. Vaqt mana o'zingiz aytdingiz, o'qishdan kelib, kechki o'qishdan kelib, sразу yana yo'q demasdan mana shu bugungi darsimizni mazmunli qilib o'tkazib berdingiz. Ilohim bilimlaringiz ziyoda bo'lsin. O'zingizga o'xshagan mustaqil, ariflimni sevadigan, ayniqsa sayohatlarni sevadigan, o'zingizga o'xshagan liderlaringiz komandangizga ko'paysin, ilohim. Rahmat dars uchun. Rahmat kattakon Gul opa. Hammaga omad tilayman qizlar. Keyingi safar ko'rishamiz. Keyingi safar albatta wellness haqida, sotuv texnikalari haqida bu temalarni yanada kengroq, ko'proq gaplashamiz. Hammaga xayrli kech, hammaga omad. Har doim chiroyli bo'lib, birinchi bo'lib primer bo'lib beringlar. Primer bo'lib berganingizdan keyin birinchi reklamani yuzi sizsiz. Primer bo'lib berganingizdan keyin sizda har bir tema haqida maslahat so'raydilar. Va so'ralgan payti siz berasiz, prям o'qib berasiz. Qizlar, birinchi bo'lib sotishimiz kerak bo'lgan narsa bu emotsiya. Insonlarga mahsulot kerak emas. Shu narsani bilib qo'yinglar. Insonlarga pul muhim ikkinchi o'rinda. Pul doim ikkinchi o'rinda. Shuni o'ngimizga kiritamizki, insonlar to'yinish uchun sizni oldingizga keladi. Qaysidir bir kamchiligini to'ldirish uchun sizni oldingizga keladi. Qanaqadir bir chiroyli emotsiya olish uchun da keladi. U paytda siz bera olishingiz kerak. Siz qayerdadir bera olmayapsizmi, demak, bera olmay sog' bo'ling. Bera olmadingizmi, demak,
o'sha ularga narx tomonlama o'sha ikkinchi etapga tushadi. Shuning uchun biza sotishimiz kerak informatsiya, emotsiya qizlar. Shu narsani qonun qilib olinglar. Zo'r bildingizmi, uni yetkazib bera olish ham bir mahorat. Shu ustida ko'proq ishlaylar. Informatsiya, emotsiya. Va ishoninglarki, siz sota olmaydigan lineyka yo'q. Siz tavsiya bera olmaydigan, siz insonga sota olmaydigan narsangiz bo'lmay qoladi. Qizlar shu qadar berganlaringizda. Men Instagram zo'r yurgizamanda, yana qisqa primer. Men har xil biznes qilib ko'rganman, biznesda juda ham nima bo'lmasa kerak. Va kecha mana bizda hovlida xurma terdik, savatlarda shunaqa chiroyli. Yana bilasizmi, Oygul opamni qilib xurmalarni ko'rsatib, bitta tishlab suvlarini oqib, voy qizlar, bu xurmalarni qaranglar, dehqonchilik, kelinglar, tez sotaman, ketaman desam, ishonasizmi, shunaqangi ko'p SMSlar kelgan. Bu Xorazmga dostavka bormi, Andijonga dostavka bormi, kilosi necha puldan, 1 soatini men olaman. O'sha ketdi bu yog'i. Keyin yozdim oxiri, stories olib, hazillashdim. Biz faqat shunday yaqinlarga, qarindoshlarga tarqatdik deb. U nima demoqchiman bu bilan? Siz o'sha emotsiya berganingiz katta ahamiyatga ega. Xuddi kremni surtib ko'rsatganingiz, o'zingizdagi bor effekt, o'zingizdagi reklama juda ham katta ahamiyatga ega. Rahmat kattakon, sizlar ham qimirlamay tingladinglar meni. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Ishlaringizga omad. Молодец, Maftuna. Oxirgi gaplardan juda chiroyli chiqdi. Kulgim keldi gaplaringizdan. Rostdan ham nimani reklama qilsangiz, shunaqa yurakdan reklama qilasiz. Shu uchun qo'lingizga turgan mahsulotni xohlagan narsani sotib yuborishingiz mumkin. Eng zo'ri haqiqatan ham olasizlarmi, menda mana bunaqa bor deyish emas, pulini aytish emas. Shunaqa zo'r qilib reklama qilinsa, uni narxi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hamma odamning og'ziga keladi. Chiroyli reklama bu birinchi o'rinda. Shu uchun sizda shunaqa zo'r qobiliyat bor. Shu uchun keyingi safarga hozir gruppaga yozishdi sirazi ozish haqida, keyingi mavzu sizga ozish haqida beraman. Mayli, sog' bo'ling. Bugungi darsimizga qatnashgan barcha hamkorlar, liderlar, men o'ylayman bugungi darsdan juda ham ko'p narsani oldingizlar, o'rgandingizlar. Eng asosiysi emotsiyani qanaqa qilib yetkazishni, qanaqa reklamalar qilishni mana bugun Maftunaxondan o'rgandingizlar. Kimda savollar bo'lsa yana chatda yozishlaringiz mumkin, Maftuna javob beradi. Va albatta hozirgi katalogda qo'yilgan super aksiyalardan hammalaringiz maksimal foydalanib qolinglar. Mana shu 2-haftada qo'yilgan barakali juma aksiyasi ichida 500 ta mahsulot qo'yilgan skidka narxida. Bu bir haftagina ishlaydi, shu yakshanba kunigacha ham. Maksimal foydalaninglar. Bu aksiyaga hamma hozirgi kunda qatnashadi, lekin aksiyani ostida yozib qo'yilgan 700 ming so'mga mahsulot xarid qilganlar, o'tgan katalogda xarid qilganlar bu aksiyaga qatnashadi deyilgan, lekin aslida hozir hamma uchun ochilgan ekan. Endi bilmadim bu oxirigacha ochiq turadimi yo'qmi, lekin hozirgi momentda ochiqmi, hozirgi momentda novichoklar ham, yangi hamkorlar, uyqudagilar hamma foydalanib bilyaptimi? Sizlar ham maksimal darajada foydalaninglar. Sayohatni shartini bajarayotganlar, sayohatni shartini oxirigacha oldinroq bajarib qo'yinglar. Bu aksiyalar bilan albatta oldinroq bajarib qo'yish kerak. 3-haftani kutmanglar. 3-haftada bunaqa zo'r aksiyalar bo'lmaydi. Shu uchun hammaga mana shu katalogni muvaffaqiyatli kelishini tilayman. Hammani komandasida yangi sayohatchilar, yangi menejerlar, yangi hamkorlar ko'paysin inshaalloh. Hammaga yana bir bor omad. Maftuna qiz, sizga omad tilayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Xayrli kech, rahmat.